Bu videoda ko'rmasdan sразу yaqinlaringizga jo'natib qo'yishingizni so'raymiz. Assalomu alaykum hammaga. Kecha biz mana shu xonadonda ikkita bemor test tarqatiladi videorolik chiqargan edik. Karta nomerlari limitga blokka tushib qolibdi. Shu sabab mana aka-ukalari, do'st birodarlari, qarinqandoshlari labbayda javob berib, mana shu kunga davr xizmat qilib turibdi. Sizlardan iltimos, sizlardan so'raymiz. Hozir boshqa nomerlarni aytadigan bo'lyapmiz. 550 bilan 41 13 da Sohibjon R deb chiqadi. Va u nomerda boshqa katta nomerlar ham bor ekan, tekshirib ko'rsa 700 bilan yana bitta nomer aytyapti, 83 70 01 da Husniddin R deb chiqadi. Ana shu nomerda ham bor, boshqacha nimalar kartalari bor. O bankmi, Ayl bankmi shunaqa. Ikkinchi nomerni aytamiz, 556 bilan 1951 00. Bunyodbek X deb chiqadi. Bu nomerda ham bor, amakisi bo'ladi. Va yana to'rtinchi nomer 556 bilan 10 91 10 Shehzodbek S deb chiqadi. Bu asl nomer ekan bu yerda. Bu yerda ham shunaqa boshqa katta nomerlari bor bu nomerda. 555 bilan 68 68 Sardorbek A deb chiqadi. Tog'asi bo'ladi. Hozir aytib o'tganimizdek, mana qon-qarindoshlari, do'st birodarlar mana oyoqqa turib, javob berib turibdi. Bu videoga yaqinlarga jo'natib qo'yishingizni so'raymiz. Guruhlargami, qanaqa iloji bo'lsa istoriyalarga qo'yvorsalar ham bo'laveradi. Bu yer esa otasi bo'ladi. Kartamiz qutlanib qo'yganiga iloji yo'q. Kartalar qutlanib qoldi hozir. Qo'ldan kelgancha tarqatib yordam